Assalomu alaykum. Qarz beryapsizlar ekan deb eshitib keldik. Bir mashina olaylik deb. Qarz emas, kredit. Xo'sh, u kredit deganlarni olish uchun nima hujjatlar qilib kelishim kerak? Kredit olmoqchimisiz? Xuddi shunday. Bir mashina olib minaylik deb ikkita singlim. Hozir. 3 ga 4 rasm, mahalladan spravka, yashash joyidan spravka, ish joyidan tavsifnoma. Mashlar kerak. Mashlar to'g'rilab kelsangiz, berishni olib ko'ramiz. Ishlaysizlarmi, yo'qmi o'zi sizlar, Sekinroq. Mana singlim, siz aytgan hujjatlarni barisini tayyorlab keldim mana. Bitta ham kami bo'lmadi. Mana. Tekshirib ko'ramiz. Endi mashinamni berasizlarmi? Gap oxirigacha eshiting. O'zimiz chaqiramiz 1 oydan keyin. Assalomu alaykum. Kredit bo'limiga to'g'ri keldimmi? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Kredit bo'limiga to'g'ri keldingiz. Marhamat o'tiring. Meni Isuzu Center Gulistondan shartnoma berib jo'natishgandi. Banklaringiz orqali Isuzu avtomobillariga kredit berilyapti ekan. Ha, to'g'ri keldingiz. Hozirgi kunda Samavto va Aloqa banki o'rtasida 20% dan 25% gacha 3 yildan 5 yilgacha kreditlar ajratilmoqda. Singlim mana mashinani boshlang'ich to'lovini qilib keldim. Aha, yaxshi akajon. Mana bu hujjatlarga qo'l qo'yib yuborsangiz. Yaxshi. Akajon, hujjatlaringiz rasmiylashtirildi. O'z avtomobilingizni Isuzu Gulistonda olib olishingiz mumkin. Singlim, sizlarga katta rahmat. Sog' bo'linglar.